Issilik o'zi nomi. Issilik bu ter bezlarini tiqilib qolishi natijasida qizarishi va mayda toshma toshish hisoblanadi. Issilikda bizani uy sharoitida qiladigan ishlarimiz. Birinchisi havo hammomi, ya'ni bolani kiyimlarini yubka, iloji boricha pampersiz bolani yalang'och yotqizish. Ikkinchisi bolani issiq emas, iliq suvda cho'miltirish, ya'ni 36-37 gradus suvda bolani cho'miltirish. Uchinchisi, asosan cho'miltirishda moychechak damlamasi yoki chereda damlamasi bilan cho'miltirish hisoblanadi. To'rtinchisi, bolani tanasini quritish, ya'ni bola cho'milgandan so'ng hibi paxta material bilan artmasdan bosib olish. Chunki artish orqali biz bolani tanasini shikastlashimiz mumkin hisoblanadi. Beshinchisi, quritish uchun agarda issiqlik bolada kuchli bo'ladigan bo'lsa, maxsus mazlardan, asosan sink tarkibli mazlardan foydalanish bular issiqlikni quritish vazifasini bajaradi. Agarda bolangizda issiqlik 3 kun davomida o'tib ketmasa, albatta shifokor ko'rigini olib keling. Bu videoni farzandina issiqlik chiqib, nima qilishni bilmay yurgan onajonlarga yuborib qo'ying.